Kambag'alni tuya ustida ham it qopar ekan. Rossiya davlatida ishlash uchun, pul topish uchun, oilasini boqish uchun ketgan birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga tegishli bu video. U yerga ishlashga borgan, dastlabki xizmatda ishlayotgan ayniqsa aka-ukalarimiz bilmagan narsangiz, shubhali, gumonli ko'ringan narsangizni dastlabki qilib bermang. Shunchaki rad qilib yuboring. Nima qilsa ham rad qilib yuboring. Sababi juda ham ko'pchilik hamyurtlarimiz o'sha bilmagan narsani olib bir manzildan ikkinchi manzilga olib borib berishyapti. U manzilda ichki ishlar xodimlari, tezkor qidiruv xodimlari ushlanib, ichini ochib qarashganda o'tkir ta'sir qiluvchi psixotrop va boshqa ko'rinishdagi taqiqlangan moddalar ekanligi aniqlanib, ushbu shaxsga olib o'tish, saqlash, sotish va boshqa moddalarni qo'yib, jinoiy javobgarlikka tortilib, jazoni ijro etish muassasalari joylashtirilayotgan ekan. Eng achinarlisi, o'sha jazo ijro etish muassasasi joylashgan hamyurtlarimiz o'sha yerdan chiqib ketish maqsadida Ukrainaga urushga ketayotgan ekan. Bu ikkinchi javobgarlik keltirib chiqadi. Ya'ni vataniga qaytganda boshqa davlat urushda qatnashgani uchun ham qo'shimcha javobgarlik belgilayveradi. Va albatta urushga borgandan keyin ham o'ta sog' omon qolishi hech kim kafolat bermaydi. Aziz hamyurtlarim, ayniqsa Rossiyada ishlayib yurgan hamyurtlarim, sizlardan iltimos qilaman, o'zinglarni asrang. Siz vatanimizga va albatta oilangizga juda ham keraksiz. Ushbu videoni Rossiyada ishlayib yurgan do'stlarimizga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.